Kotej qurib sotadiganlar diqqatiga zo'r yer topib qo'ydim sizlar uchun. 16 sotuv. Rosa ko'p kotej qurib seri bo'ladi. Mana shlaka blokdan ana darvoza oxiri shlaka blokgacha o'rtoqlar, mana mahallani qaranglar, hammasi yangi mahalla, katta yangi uchastkaga tushyapti. Bu joyimiz o'rtoqlar Yangi O'zbekiston parkining shunday orqasida. Bu yerda opa-singillar baliq ozgina yetmaydi, o'shaning orqasidagi mahalla. Hozir men sizlarga ichini ko'rsataman. Vashshi mo'shni joy ekan. Xullas o'rtoqlar, bu joylarimizni bilasizlar, kelajakda vashshi zo'r bo'ladi. Mana bunaqa binolari bor. Endi bular hisobga olinmaydi. Ko'ringlar buni uzunligini. Mana qaranglar, qanaqa kattaligini. O'rtoqlar, mana shu tomondan 4-5 metr tashab, bu yoq tomoniga poli kotej qurib olsa bo'ladi o'rtoqlar. Buni kattaligini qaranglar. Yana bitta plyus tomoni mana qo'shni devorlar katta. U ham nariga qarab uy solgan, hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Bemalol kotej qurib sotib katta biznes qilsa bo'ladi o'rtoqlar. Bilasizlar, bu yoq tomonga yangi Toshkent qurilyapti. Bo'tlar yangi O'zbekiston parki bor. Yangi O'zbekiston deyiladi bo'tlar. Mirzo Ulug'bek tumaniga kirgan. Bu joylar keyinchalik vashshi qimmatlashib, vashshi zo'r bo'lib ketadi. Hozirgi narxni aytaman, uy egalari nomeri videoning tagida bo'ladi. O'zingiz bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, savdolashib kelishib olaverasizlar. Bir sotig'ini 35 mingdan so'rashyapti. Qolgani o'zingizga bog'liq bo'ladi. Telefon qilinglar, like bosib, ko'proq odamga jo'natib qo'yinglar. Kotej quradiganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, uyinglarni yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkinglar bo'lsa sotuvga bizga aloqaga chiqinglar, tez va oson sotishinglarda yordam beramiz. Toshkent shahar, Toshkent oblastlari bo'yicha ishlaymiz. Billalashib narxlarini bugungi kundagi bozor narxiga moslashtirib, tenglashtirib, chiroyli video obzorlar qilib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, tezroq sotishinglarda yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi yoki direct orqali aloqaga chiqinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Kotej qurib sotadiganlar diqqatiga zo'r yer topib qo'ydim sizlar uchun. 16 sotuv. Rosa ko'p kotej qurib seri bo'ladi. Mana shlaka blokdan ana darvoza oxiri shlaka blokgacha o'rtoqlar, mana mahallani qaranglar, hammasi yangi mahalla, katta yangi uchastkaga tushyapti. Bu joyimiz o'rtoqlar yangi O'zbekiston parkining shunday orqasida. Bu yerda opa-singillar baliq ozgina yetmaydi, o'shaning orqasidagi mahalla. Hozir men sizlarga ichini ko'rsataman. Vashshi mo'shni joy ekan. Xullas o'rtoqlar, bu joylarimizni bilasizlar, kelajakda vashshi zo'r bo'ladi. Mana bunaqa binolari bor. Endi bular hisobga olinmaydi. Ko'ringlar buni uzunligini. Mana qaranglar, qanaqa kattaligini. O'rtoqlar, mana shu tomondan 4-5 metr tashab, bu yoq tomoniga poli kotej qurib olsa bo'ladi o'rtoqlar. Buni kattaligini qaranglar. Yana bitta plyus tomoni mana qo'shni devorlar katta. U ham nariga qarab uy solgan, hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Bemalol kotej qurib sotib katta biznes qilsa bo'ladi o'rtoqlar. Bilasizlar, bu yoq tomonga yangi Toshkent qurilyapti. Bo'tlar yangi O'zbekiston parki bor. Yangi O'zbekiston deyiladi bo'tlar. Mirzo Ulug'bek tumaniga kirgan. Bu joylar keyinchalik vashshi qimmatlashib, vashshi zo'r bo'lib ketadi. Hozirgi narxni aytaman, uy egalari nomeri videoning tagida bo'ladi. O'zingiz bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, savdolashib kelishib olaverasizlar. Bir sotig'ini 35 mingdan so'rashyapti. Qolgani o'zingizga bog'liq bo'ladi. Telefon qilinglar, like bosib, ko'proq odamga jo'natib qo'yinglar. Kotej quradiganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.